asli shartlarimiz bilasiz. Xudojonim, o'zing sabr bergin. Suv iching. Taysinga telefon qilib akamga men bitta qizga uylanyapman. U Tayson bilan do'stlikni to'xtatasiz deyapti. Uzr do'stim, men qizni tanlayman deysiz. Bo'ldi. Davay. Tayson, boshna. Yo'qmi qilamiz. Dalshi bo'lsa. Ha, yaxshi o'g'animdan. Ko'tarmasa yutqizganman. Ayol qila. Alo. Assalomu alaykum, oshna yaxshimisan? Yaxshi, rahmat, zo'rmisiz oshna? Jigar, seni yaxshi ko'raman. Oshna, ha, bitta muammo bor-da faqat. Xullas, bitta qizni yoqtirib qoldim. O qiz shart qo'yapti-da menga. Xullas, shart qo'yapti, agar meni desangiz, deyapti, Tayson o'rtog'ingizdan kechasiz deyapti. Nima qilay? Kechib boraver. Dalboyib kechib borasan. Oshna, Aytding, bilasan, bitta qizni kechib boraman deb. qachon aytdim senga? Oshna, seni yaxshi ko'raman, faqat kechirma, sendan kechdim. Do'st topilar, qiz topilmaydi, oshna. Sen mana shu gapingni oz, ha, o'sha kuni ham aytding, bekarga emas, kechib boraver bilan bitta qiz uchun. Do'stim, xayr, tilon qilaman. Davay, gina qilamiz, ha, ma'lum. Qoyil. Maniki. Bu Just Tyson o'g'ang.